Hammaga salom. Sizlar bilan yana Kitobxo'r kanali va bugungi videomizda sizlar bilan Amazon platformasidan original kitoblarni sotib olishni o'rganamiz. Endi bugungi videoni mavzusiga kelsak. Nimaga aynan shu mavzu tanlandi? Nimaga kitoblarni aynan Amazondan olishimiz kerak? Nimaga original kitoblarni olishimiz kerak? Va nimaga Toshkentdagi kitob do'konlari o'zi biz uchun yetarli emas? Mana shunaqa har xil savollar tug'ilishi tabiiy va men video davomida mana shu savollarga javob berishga harakat qilaman. Lekin agar siz videoni ko'rishga erinayotgan bo'lsangiz, men mana shu savollarning hammasiga bitta sal qo'polroq misol bilan javob berishga harakat qilaman. O'zimdan kelib chiqib aytaman. Amazondan kitoblarni olishimdan oldin men xuddiki boshimga bir korobka kiyib olgan odam edim. Ya'ni kitoblarni olishga bo'lgan e'tiborim, kitoblarga bo'lgan e'tiborim shunaqa edi. Boshimda bitta korobka bor edi, bitta quti bor edi. Mana shu boshimdagi korobkani orqasidan men majoziy ma'noda albatta yerni o'rgutchi shaklida deb tushunardim. Ya'ni yer bu yoqda majoziy ma'noda kelyapti, noto'g'ri tushunmanglar. Va meni kitoblarga bo'lgan e'tiborim, kitoblarni sifatiga bo'lgan e'tiborim va ayniqsa mualliflik huquqiga bo'lgan e'tiborim mana shu boshimga kiyib olgan korobkani ichida yurardi faqat. Ya'ni Toshkentdagi kitob do'konlar menga nimani taklif qilsa, qanaqa variantni taklif qilsa, ana o'sha variantgacha borardi meni chegaram. Ya'ni menda qobiq bor edi, menda korobka bor edi. Va men Amazondan kitob sotib olishni boshlaganimdan keyin xuddiki boshimdagi korobka yechilib, shu qobiq yo'qolib qoldi menda va men dunyoni qanaqaligini ko'rdim. Qo'pol qilib aytganda. Men ko'rdim. Yer dumaloq ekan. Har xil variantlar bor ekan. Kitoblarni aynan Toshkentdagi kitob do'konidan olish shart emas ekan. Amazondan ham olsa bo'lar ekan kitobni. Va sifatli kitob olmoqchi bo'lsangiz, o'sha sifatli kitobni aynan o'zingiz xohlagan variantda topishingiz mumkin ekan. Bugungi videoda men Amazondan qanaqa qilib o'zi kitobni sotib olishimni, uni jarayoni qanaqa kechishini ochib beraman. Chunki Amazondan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri mahsulotlarni olib kelish birmuncha qiyin joyi bor. Ya'ni siz to'g'ridan-to'g'ri olib kela olmaysiz. Misol uchun mana Uzun Market bor, Yandex bor, Wildberries bor. Ulardan agar siz buyurtma qilsangiz, Toshkentga olib kelib beradi o'zi. Lekin Amazonda bunaqa ishlamaydi, proses, jarayon. Amazonda o'rtada turuvchi yana boshqa servislar bor. Va shuning uchun men mana shu qaysi servislarni ishlatishimni va o'zi jarayon qanaqa bo'lishini, o'zi qanaqa kechishini va kitoblarni olib kelishim qancha narxga tushishini, qancha vaqt ketishini va Toshkentdagi kitob do'konlar bilan farqi, kitoblarning sifatidagi farqi va kitoblarning narxdagi farqini ochib berishga harakat qilaman. Mana Amazondan eng birinchi olgan kitobim, mana qo'limda turgan kitob, bu Robert Martinning Clean Architecture nomli kitobi. Bu meni sohamga oid bo'lgan, ya'ni dasturlashga oid bo'lgan texnik ilmiy kitob hisoblanadi va bu kitob hozirgacha men Amazondan sotib olgan eng qimmat kitob. Narxi kitobda $50 bo'lgan shu paytda va uni ustiga qo'shimcha to'lovlari bilan taxminan $65 atrofida menga tushgan kitob. Shundan boshlab men aksiy ravishda kitoblarni Amazondan olishni davom ettirdim va asosan 3 ta sabab bo'ldi. Men kitoblarni Toshkentdagi do'konlardan emas, balki Amazondan olishimga. Birinchi sabab o'z-o'zidan o'sha men o'qimoqchi bo'lgan kitoblarni Toshkentdagi do'konlarda bo'lmaganligi bo'ldi. Ya'ni hozirgidek mana men ko'rsatdim kitobimni, ya'ni texnik, ilmiy kitob, o'zimning sohamga oid bo'lgan kitob Toshkentda yo'q. Lekin men to'xtab qolmadim va Amazondan mana shu kitobni olib keltirdim. Bu birinchi sabab. Agar siz o'qimoqchi bo'lgan kitob Toshkentda bo'lmasa, to'xtab qolmang, Amazondan olib keltirish muammo emas, qiyin emas. Ikkinchi sabab bu kitoblarning sifati. Sifat deganda noto'g'ri tushunib qolishimiz kerak emas. Masalan, mana kiyimlarni solishtiruvi bor. Masalan, arzon kiyim bor, qimmat kiyim bor. Bu yoqda sifat, kitoblarda sifat
ularni zo'rligida emas, balki ularni odamlarning sog'lig'iga zarar berishi bermasligida. Ya'ni shunaqangi kitoblar bor, agar u kitoblarni o'qisangiz, odamni, ya'ni unaqa formatdagi kitoblarni ko'p o'qirsangiz, odamlarning ko'ziga zarari bo'lishi mumkin. Misol uchun, mana oq-qora formatdagi kitoblar bor. Toshkentdagi do'konlarda juda ham ko'p ko'rsangiz bo'ladi. Unaqa turdagi kitoblar ko'ziga zarari bor, ko'zni og'ritadi. Ya'ni kitob o'qish jarayonini afsuski sog'lig'imizga bo'lgan zarari bilan o'tkazib qo'yishimiz mumkin. Kitoblarning sifati haqida gapirayotganda, men o'zimda bo'lgan ba'zi bir keyslarni aytib ketishim kerak. Nimagadir bilmadim, balki taqdirdanmi bu. Kitob do'konlarida uchraydigan eng sifatsiz kitoblar meni qo'limga tushib qolgan. Bu bir tasodif bo'lishi ham mumkin. Masalan, men o'sha bizdagi eng oldi sanalgan, eng zo'r sanalgan kitob do'konlariga kirganman va ulardan olgan kitoblarimni sifati, ba'zi kitoblarim, hammasini ham emas, lekin o'sha ba'zi kitoblarimni sifati meni umuman qoniqtirmagan. Masalan, men bitta do'kondan kitob olganman. U endi kitob do'koni bizani Toshkentda menimcha eng birinchi raqamli kitob do'koni hisoblashadi ko'pchilik. Asosan diniy qatlam orasida, ayniqsa shu diniy qatlam orasida bu kitob do'kon juda ham mashhur. Lekin afsuski, men ulardan tarix haqida bitta kitob olganman. Amir Temurni o'sha saroyi 1904-yil sentyabr oyida Ispaniyadan elchi bo'lib kelgan Ruy Gonzales de Clavijoni kitobi bor. Ya'ni Temur saroyiga elchilik degan kitobi bor. O'sha kitobni men bitta o'sha do'kondan olganman va o'sha do'konni eshigidan chiqib ketganman. Keyin metroga tushganman borib. Metroda kitobni ozgina varaqlaganman va uyga kelib kitobni ochsam, kitobni muqovasi kitobni o'zidan ajralib chiqib ketib qolgan. Ya'ni tushunishlik uchun men u kitobni hech nima qilmaganman. Bu kitobni kuchi ishlamagan, boshqa qilmagan. Men bu kitobni o'zim qo'lim bilan yirtmaganman. Shunchaki kitob do'konidan chiqqanman, metroga tushganman, metroda ozgina varaqlaganman va uyga kelib kitobni ochganimni bilaman. Kitobni muqovasi o'zidan ajralib chiqqan. Bu birinchi keys. Yana bitta keys bo'lgan. Bu ham o'sha eng oldilaridan, menimcha ijtimoiy tarmoqlarda obunachilari ham juda ham ko'p va o'sha diniy qatlam egalari ham bu kitob do'konini reklama qilishgan, tavsiya qilishgan. Men kirganman do'konga, kirib duch kelgan bitta random kitobni olganman. Duch kelgan, tanlamaganman, prosta yurganman va ko'zimga ko'ringan bitta kitobni olganman-da, o'sha kitobni 32-sahifasini shunchaki ochib qo'yganman. Va shunchaki ochib qo'yganimda kitobni chap tomonidagi matn bilan o'ng tomonidagi matn bir-biriga teskari. Ya'ni chap tomondagi matn to'g'ri yozilgan, lekin o'ng tomondagi matn umuman teskari yozilgan. Ya'ni oyoq osmondan qilib yozilgan harflar. Bu unaqa holatlar bizani do'konimizda, ya'ni bizani Toshkentimizdagi eng oldi do'konlarda bo'layotgan holat. Yana bitta bo'lgan holat, men bitta kitobni olganman, Oybegim mening degan kitob bor. Oybegim mening kitobini men olganimdan keyin uni kitobni sifati menga yoqmagan. Va men o'sha kitobni olgan joyimga borganmanda, endi feedback berish uchun, ya'ni tavsiya berish uchun borganman kitob do'konga. Borganmanda o'sha kitob do'konidagi sotuvchiga aytganman, "Men shu kitobni oldim, lekin bu kitobning sifati meni qoniqtirmadi. Birinchidan oq-qora formatdagi kitob, ikkinchidan kitobni ushlasangiz, kitob ikki tomonga ochilmaydi. Afsuski bizda juda ham bunaqa kitoblar ko'p. Kitobni ochaman desangiz, kitob ochilmaydi-da, o'pilib qolaveradi. Misol uchun mana bu kitobni men bemalol o'qishim mumkin-da. Mana bundoq qilsam, men kitob o'rtaga bemalol turibdi. Ya'ni muallaq turibdi kitob, ham bemalol o'qishim mumkin. Mana bemalol kitob turibdi ko'rishingiz uchun. Odamning ko'ziga hech qanaqa o'ta zarari yo'q. Juda ham zo'r. Men bu ayniqsa sahifalarni bu orasidagi mana bo'sh joyda bu odamning ko'zi uchun qilingan. Ya'ni men sahifani chetiga hech qanaqa matn tiqilmagan.
odam mana bunaqa qilib o'qisin, nima yozilgan ekan chekkasida demasligi uchun mana shunaqa standartlar bor original kitoblarda. Lekin Toshkentdagi men olgan ba'zi kitoblarimda mana shunaqa standartlarga tupurib qo'yilgan holatlarni men ko'rganman. 3-sabab bu mualliflik huquqi. Afsuski, bizda hali O'zbekistonda mualliflik huquqiga to'liq rioya qilish shakllanmagan va buni isbotini Toshkentdagi kitob do'konlarimizda ham ko'rishimiz mumkin. Men hattoki eng zo'r sanalgan kitob do'konlar bor. Eng zo'r, ya'ni o'sha asosan shu dinni niqob qo'ygan, diniy qatlamni o'ziga qaratib olgan kitob do'konlar bor. Ularda ham shu ingliz tilidagi va rus tilidagi kitoblar sotiladi va hattoki ularni ham kitob do'konida men ko'rganmanki, mualliflik huquqiga rioya qilinmagan holatda original bo'lmagan, kopiya bo'lgan kitoblarni sotishadi. Juda ham ko'p do'konlarda bor. Lekin men aytmoqchimanki, hattoki o'sha eng birinchi raqamli sanalgan kitob do'konida ham mana shunaqa mualliflik huquqiga rioya qilinmagan holatda men ko'rganimdan keyin qolgan kitob do'konlarda qanaqa holatligini sizlar tushunib olishingiz mumkin. Endi kelinglar o'zi qanaqa qilib Amazondan original kitoblarni olish mumkinligi haqida gaplashamiz. Amazon, Yandex, Wildberries, Ozon va hokazolarga o'xshamaydi. Siz uzumga buyurtma qilasiz, uzog'i 2 kun 3 kunda olib kelib beradi. Topshirish punktiga yoki o'zingiz yetgan manzilga va siz olasiz. Amazonda unaqa emas. Amazondagi eng katta to'siq bu Amazondan to'g'ridan-to'g'ri Toshkentga buyurtmani olib kelish xizmati yo'liga. Ya'ni Amazonning o'zi yo'lga qo'ymagan hali buni. Amazonning o'zidan siz to'g'ridan-to'g'ri xuddi Uzum, Wildberries va hokazolarga o'xshab turib buyurtmani olib kela olmaysiz. Menda unaqa bo'lmagan shaxsan. Va bu yoqda sizga o'rtada turuvchi servislar bor, xizmatlar bor, ular yordam beradi. Masalan, men o'zim shu kungacha ikkita xizmatdan foydalanib kelaman. Birinchisi bu Globingus va ikkinchisi TezParcel. Amazondan endi kitob olishni boshlagan paytlarimda asosan 100% Globingusdan men foydalanganman. Lekin yaqin kunlardan men TezParcelga o'tdim. Bunga o'ziga yarasha sabablar bor edi. Xo'sh, o'zi Globingus va TezParcel nima ish qiladi deydigan bo'lsak, ularni qiladigan ishi ikki xil bo'lishi mumkin. Masalan, agar siz Amazondan biron bir kitobmi, biron bir kiyimmi, tovarmi olmoqchi bo'lsangiz, sizga xalqaro karta kerak bo'ladi. Ya'ni o'zimizdagi Uzcard Humo kartalar bilan u yoqda Amazonda narsa olish mumkin emas. Shuning uchun sizga Mastercard yoki Visa karta kerak bo'ladi. Agar sizda Mastercard yoki Visa karta bo'ladigan bo'lsa, sizga birmuncha osonroq bo'ladi va arzonroq bo'ladi. Agar sizda Mastercard yoki Visa xalqaro kartalar bo'lmasa, sizga masalan Globingusda shunaqangi servis bor, sizni o'rningizga mahsulotni olib berishadi. Masalan, men boshida shuni ishlatganman, chunki u paytda menda xalqaro karta bo'lmasdi. O'shanda Globingusda shunaqa servis bor, mening o'rnimga sotib ol degan servis bor. Siz u joyga Amazondagi mahsulotni linkini ma'lumotlari bilan jo'natasiz va o'zingizdagi o'sha Uzcard Humo kartalar orqali ularni hisob raqamiga pul yuborasiz. Globingusda o'zini veb-sayti bor va mobil ilovasi bor. O'sha ikkita veb-sayt yoki mobil ilova orqali mana shu jarayonni amalga oshirish mumkin va Globingus sizni so'rovingizni 1 yoki 2 kun ichida ko'rib chiqishadi va siz ularni hisob raqamiga kerakli mablag' o'tkazganingizdan keyin masalan Amazonda ko'rdingiz, bitta kitob bor, o'sha kitob narxini ko'rasiz. O'sha kitobni narxidagi pulni Globingusni hisob raqamiga yuborasiz va ular sizni o'rningizga o'zini xalqaro kartasi orqali kitobni sotib oladi va bu
birinchisi, ya'ni sizga xalqaro karta kerak. Ikkinchisi, sizga xalqaro manzil kerak. Ya'ni aytganimdek, Amazonning o'zi Toshkentga olib kelib bermaydi. Shuning uchun sizga Amazonning o'zi yetkazib bera oladigan bitta manzil kerak. Endi Globingus sizga qanaqa yordam beradi bu yerda desak, Globingusning o'zini manzili bor. Tez parsellar xuddi shunaqa ish qilib beradi. Globingus ham tez parsellar. Bu yerda manzil bor. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi manzili bor. Va nafaqat Amerikadagi, balki Germaniyadagi, Ispaniyadagi omborlardan o'sha mahsulotlarni olib kelish mumkin. Men boshida Globingusni ishlatardim, chunki menga juda qulay edi. Men ularga shunchaki mahsulotni linkini yuborardim, ma'lumotlarni yuborardim va o'zimda karta bo'lmasdi. O'sha mening o'rnimga sotib ol degan servisi $5 turardi. O'sha paytda, balki hozir o'zgargan bo'lishi mumkin. O'sha $5 qo'shib to'lardim va ular menga kitobni olib kelib berardi Toshkentga. 2 haftalik ketardi jarayonga. Telefonda mobil ilova bor. O'sha mobil ilovada mana olgan buyurtmam hozir qayerda, qaysi kuni kelishi kutilyapti, qaysi kuni qaysi aeroportga boradi, qaysi kuni qaysi shaharga boradi, keyin qayerga boradi. Har bitta detallari o'sha mobil ilovasida ko'rinib turardi. Menga Globingus mana shu tomonlari yoqardi. Lekin Globingus ozgina narxlarni ko'tarib yuborgan, komissiyasini ko'tarib yuborgan va komissiya deganimda har bitta olayotgan kitobingizni komissiyasi bor, ya'ni chegaradan olib kirish komissiyasi bor, og'irligiga qarab. Masalan, tez parselda ham bor bu narsa, Globingda ham bor. Har bitta kitobni o'sha 1 kilosiga o'zining narxi bor. Masalan, siz olayotgan kitobingiz agar 1 kilodan og'ir bo'lib ketsa, har bitta kilosiga $910 dan pul qo'shiladi. Tez parselda ozgina arzonroq Globingga qaraganda va Globingda shu ozgina qimmatligi va uni ustiga men yana o'sha mening o'rnimga sotib ol xizmatiga yana $5-6 qo'shimcha pul to'lashim menga kitoblarni olishim meni ham qimmatlashtirib olgan. Va o'zimning tanishlarim menga tez parselni tavsiya qilishgan. Va tez parselda men ikkita ustunlik ko'rganman. Birinchidan arzonroqqa tushgan menga kitoblar. Ya'ni tez parselda mening o'rnimga sotib oldan men foydalanmaganman, chunki o'zimni kartamni ochganman. O'zimni Visa kartamni ochganman. Capital Bankka borsanglar Visa karta ochib berishadi. 1 soat poylaysizlar, uzog'i 40 minut poylaysizlar va qo'lingizga Visa karta beradi. Yoki-da uzun karta bilan olsanglar bo'ladi. Hozir uzunmi o'sha Visa kartasi bor. O'sha hozir juda ham osonlashib ketib qoldi bu narsa. Visa karta kerak bo'ldi. O'sha Visa karta bilan tez parsel orqali men kitoblarni hozir olaman. Tez parsel Globingdan farqi birinchisi shu narxini arzonligi va ikkinchisi rostdan ham o'zini nomiga monand tez olib kelib berishi kitoblarni. Tez parselda haftasiga 2 marta buyurtmalarni jo'natishadi Toshkentga. Adashmasam seshanba va juma kunlari. Amazonda shunaqangi joy borki, buyurtmani qaysi kuniga olib kelib berishini o'tda aytishi mumkin. Masalan, bitta kitobni olmoqchiman, Amerikadan olmoqchiman va o'tda yozib qo'ygan bo'ladi. 24 soat ichida yetkazib beramiz. Va men shu joyda tez parselni o'zini sahifalari bor, ijtimoiy tarmoqlarda, masalan, Telegram kanallari bor. O'sha Telegram kanallarida e'lon berib turishadi. Qaysi kuni soat nechida Toshkentga mahsulot yuboriladi. Masalan, aytaylik, keyingi hafta seshanba kuniga agar mahsulotlar agar yuborilsa Toshkentga. Hozir mana bugun yakshanba kuni bo'lsa, men Amazondan bitta kitobni ko'raman-da, agar 24 soat ichida yoki 48 soat ichida agar kitobni yetkazib berish xizmati bo'lsa Amazonda, agar shu 2 kun ichida olib kelib bera olsa, men u kitobni sotib olaman va seshanba kunigacha Amazon u kitobni tez parselni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi manziliga olib kelib beradi va tez parsel seshanba kuni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi manzilidan Toshkentga uni jo'natib yuboradi va kitob uzog'i 1 haftada meni qo'limga kelib tushadi. Olgan oxirgi kitoblarimni tez parseldan oldim va juda ham tez fursatda kelgani meni
hayron qoldirdi. Test parselda ham o'ziga yarasha kamchilik tomonlari bor. Masalan, men Globingus bilan test parselni ozgina solishtiryapman. Globingni yaxshi tomoni qimmat bo'lgani bilan bu yoqda jarayonlarni kuzatib turish birmuncha osonroq men uchun. Ya'ni dangasalar uchun zo'r juda ham platforma. Mobil ilovasi bor. O'sha mobil ilovasiga kirasiz. Buyurtmangiz qayerda, qaysi aeroportda qolib ketdi, qayerda kelyapti, qaysi kuni kelishi kutilyapti. Har bittasi detaligacha sizga chiqarib beriladi. Lekin test parselda mobil ilovasi bor, lekin xatoliklar ko'p yo'qdi. Ya'ni stabil ishlamaydi. Mobil ilovasiga siz kirganingizdan ko'ra Telegramda ularning operatorlari bor. O'sha operatorlariga yozib, savol yozib turib, savolingizga javob olganingiz tezroq bo'ladi va aniqroq ma'lumot olasiz. Shaxsan men o'zimga Telegramdan kimgadir yozgandan ko'ra tayyor bitta platformaga kirib turib, o'sha yoqdan ma'lumotlarni, aniq ma'lumotlarni, ishonchli ma'lumotlarni olsam, menga shu ma'qul, lekin baribir test parselni o'sha arzonligi va juda ham tez muddatda Globingdan ko'ra 2 barobar tezroq muddatda kitoblarni olib kelib berayotgani uchun men hozir test parselga o'tganman. Hozirda men ko'proq ingliz tilli kitoblarni o'qiyapman va qaysi tildagi kitoblarni o'qishimga qarab turib, mendagi variantlar ham o'zgaradi. Misol uchun men agar o'zbek tilidagi kitoblarni o'qimoqchi bo'lsam, tabiiyki Toshkentning o'zidagi kitob do'konlariga boraman. Lekin agar chet tilidagi, misol uchun ingliz tilidagi va yoki rus tilidagi kitoblarni o'qimoqchi bo'lsam, menda oldimda ikkita variant turadi. Birinchisi bu Toshkentdagi Caliber Books kitob do'koni. Ikkita filiali bor. Birinchisi Seulmunda va ikkinchisi Chorsuvda, Chorsuv kitoblar markazida. Va ikkinchi variantim agar Caliber Booksda bo'lmasa, tinchgina Amazondan olib qo'ya qolaman. Chunki nimaga Caliber Books? Caliber Booksda assortiment juda ham ko'p va Caliber Booksni bu tanlab olgan sohasi. Ya'ni chet tilidagi original kitoblarni Caliber Books olib kelib sotadi va bu yoqdagi assortiment asosan mana shunaqa turdagi kitoblar, ingliz va rus tilidagi kitoblar. Endi albatta o'tda ham kopiya kitoblar bor, o'tda ham sifatsiz bo'lgan kitoblar yo'q emas, afsuski, lekin baribir yo'qdan ko'ra shu bor narsani, bor variantlarning ichida menga eng ko'p yoqadigani bu Caliber Books. Caliber do'kon haqidagi fikrlarimni isbotlash uchun u do'kondan olgan kitoblarimni ko'rsataman sizlarga. Birinchisi mana Good to Great, bu ham original kitob. Va Naval Ravikant kitobi. 101 ta essays kitobi bor va Games People Play kitobi bor va Compound Effect kitobi va Viktor Franklning Man's Search for Meaning nomli kitobi. Bu ham mana ko'rib turganimizdek original formatda kitob. Va The Black Swan Nassim Talebning Qora oqqush nomli kitobi. Bu ham original formatdagi kitob. Va Green Lights nomli kitob. Matthew McConaughey aktyorni o'sha Interstellar biz bilgan filmdagi mashhur rolni ijro etgan aktyorning o'zining kitobi. Va Cal Newportning Deep Work kitobi va Lev Tolstoyning Anna Karenina kitobining inglizcha tarjimasi va George Orwellning 1984 kitobi va Romeo va Julietta kitobi William Shakespeare'niki ni ham Caliber do'konida men olganman. Uchun asosan birinchi o'sha do'konga boraman. Agar u do'konda bo'lmasa, keyin Amazondan olishga o'taman. Amazondan kitoblarni olganman, ko'p emas unaqa. Birinchisi mana Stone Focus, Yohan Hari. Hozir menimcha bizda uni tarjimasi chiqdi o'zbekchasi. Bu kitob o'zi ancha yillar oldin chiqqan. Nimaga bu kitobni tarjima qilib chiqishdi men bilmadim, lekin mana shu kitobni men originalini olganman. Va keyingisi Ray Dalio'ning Principles nomli kitobi Amazondan olib keltirdim. Bu ham juda qimmatga tushgan kitoblardan bittasi. Va Fooled by Randomness Nassim Talebning kitobi Amazondan kelgan bu ham.
va Lev Tolstoyni Urush va tinchlik kitobini inglizcha tarjimasi. Bu ham qimmatga tushgan kitoblardan bittasi. Va yaqinda olib keltirgan kitobi bu Daniel Kahnemanning Thinking Fast and Slow nomli kitobi. Va shu eng qimmatga tushgan kitobi bu Clean Architecture by Robert Martin. Bugungi videoda sizlar bilan Caliber Books'dan boshqa kitob do'konlarini nomini yarimta qildik, lekin menga baribir. Umid qilamanki, bu videodan keyin bizda kitobxonlar orasida original kitoblarni o'qishga bo'lgan qiziqish ham oshib boradi va Amazondan kitob sotib olish ham bizda odat tusiga aylanib boradi. Men buni juda ham xohlayman, tarafdoriman. Agar sizlarda video bo'yicha qanaqadir savolinglar bo'lsa, yoki original kitoblar, yoki Amazon bo'yicha Blogging.uz, Esparcel bo'yicha savollaringiz bo'lsa, yoki kitobga oid istalgan savollaringiz bo'lsa, Kitobxon Telegram kanaliga obuna bo'lib, kommentariya qismiga yozib qoldirsanglar bo'ladi. Imkon qadar tezroq va aniqroq javob berishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha salomat bo'linglar.